Jamshid, sen o'zing oldin aniqlik kiritib ol. Sen 10 kun zo'r bo'lmoqchimisan yoki bir umrga zo'r bo'lmoqchimisan? Bir umrga kanishni. Zarif aka, xullas $10,000 pulim bor. Gentracha olmoqchiman. 1 yil keyin $500 dan to'lab yurar ekanman. Nima deysiz? Tushuntiraman, eshit Jamshid. $10,000 ga Gentra olasan, 1 yil 500 dan to'laysan, 1 yil baribir vaqting o'tadi, to'g'rimi? O'sha pulni o'zingga tanangga ishlat. Bu eng zo'r qilingan investitsiya. Buni tushuntirib beraman, qaradi. Sen to'g'ri ovqatlan. Doimiy harakatda bo'l. Yaxshi kiyin, o'zing ustingda ishla, o'qi, o'sha $10,000 ni o'qishga, ilmga yoki bo'lmasa bir yaxshi kasbni o'rgan. Seni ishlatayotgan odam ham senga oz pul taklif qilmaydi. Senga qarab gapirayotgan muomalangga, sen til bilishingga, ilmli bo'lganingdan keyin senga o'zing qimmat odamsan, sen qimmatga ishlaysan. Gentra olsang 1 yil mobaynida faqat Gentra uchun ishlaysan. Seni ilmga ham, bilimga ham, o'zing ustingda ishlashga ham hech qanaqa vaqting qolmaydi. Sen bu orada noto'g'ri ovqatlanasan, stresslar bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi, sog'ligingga zarar yetkazasan. Eng zo'r investitsiya bu tanaga qilingan investitsiya. Ayama o'zingni.